Assalamu alaikum. Uyghur tilining aziz ishtirokchilari. Navbatda huzuringizga Mehmonxonadagi fojia nomli hikoyani sunmoqchiman. Qanamsiz diqqatinglar, men do'stim. Mehmonxonadagi fojia. Yerim kecha. Saqchi boshlig'i mehmonxona xo'jayinining qishqirishi bilan darhol yetib keldi. Yerim soat ilgari bu yerda bir qiz öldürülgen idi. Xo'jayin saqchi boshlig'ini qiz öldürülgen joyga boshlab keldi. Qiz yotog'idagi karvatda adyalga o'rnib, o'ng tisiga yotadi. Qo'q uning beshig'i tekkan edi. Ishxonamda kitob o'qib o'ltiratdim, deb tushuntirdi xo'jayin. Tuyuqsiz o ovozni angladim. Yugurib kelsam, eshik taqoqliq turibdi. Zapas ochqich bilan eshikni yechib kirsam, mush ahvol. Saqchi boshlig'i qizning ustidan adyalni avaylab oldi. Qiz qo'llarini kerib yotadi. Uning o'ng qo'lida tapancha tutuqliq turadi. "Qotilsiz", dedi saqchi boshlig'i xo'jayinga. Qizni o'zingiz o'ltirib, yolg'ondan maydon hozirlabsiz. Jinoyatingizni darhol topshiring. Bo'lmasa, qutula olmaysiz. Aqlli o'quvchi tip-piqinga saqchi boshlig'i nima uchun xo'jayinni qotil deb jazmlashtirdi? Buningdagi fakt nada? Javobi: saqchi boshlig'i qizning ustidagi yepilgan adyaldan gumonlangan. Çünkü özünü etip öldürüp algan adam üstüde adyal yepilmaydı.